Umuman ishtaham yo'q bo'lsa ham ertalabdan o'zimga nonushta tayyorlashni boshladim. Yaponiyaga kelib birinchi marta qattiq kasal bo'lib qoldim. Bir hafta faqat yotdim o'zi ham. Даже 40 dan oshgan isitma bilan tez yordamda shifoxonaga bordim. Juda ham holsizligimga, tinmay yo'talayotganimga qaramay, doktor bir dona ham dori yozib bermadi. Faqat isitmang yana ko'tarilib ketsa, ichgin deb isitma tushiradigan dori berdi. Shunchaki dam ol, hammasi o'tib ketadi deb uyimga jo'natib yubordi. Yo'tal uchun dorini oxiri o'zim internetdan zakaz qildim. Och qoringa ichib bo'lmasligi uchun endi mana nonushta qilib o'tiribman. Xudoga shukr, hozir ancha yaxshiman, lekin boshqa bunaqa kasal bo'lishni xohlamayman. Shunga hamma vitaminlarimni bir kun ham qoldirmasdan ichib borish uchun shunaqa organizer oldim va hamma vitaminlarimni joylashtirib chiqdim. Kasal bo'lganimda qanaqa so'lib qolgan bo'lsam, gullarim ham xuddi shunaqa so'lib qolishibdi. Har biriga birma-bir suv qo'yib chiqdim. Bilasizlar, shoppingga unchalik qiziqmayman, lekin shu abayalar juda ham yoqib qoldi. Olmasam bo'lmasdi. Yaponiyada hozir hamma narsa topsa bo'ladi, faqat abaya yo'q edi. Endi bemalol abaya ham sotib olsa bo'ladi. O'zingizlar xohlagan abayani Dubaydan Yaponiyaga ham, O'zbekistonga ham olib kelib berishadi. Pastda profilni atmetka qilaman. Bunisini kiyib ko'rsatmayman, chunki yapon qizga sovg'a qilmoqchiman. Bu abayani kiyib islomga bo'lgan qiziqishi yana ham ortadi deb umid qilaman.